Amerika Kengash palatasi 16 dekabr payshanba kuni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining oxirgi loyihasini ma'qulladi. Seshanba kuni bu qonun loyihasi Avom palatasida ma'qullangan bo'lib, Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishining oldini olish uchun Uyg'ur avtonom rayonida ishlab chiqarilgan barliq tovarlarni cheklash maqsad qilingan. Mazkur qonun loyihasi Prezident Trumpning tasdiqlashiga topshirilgan bo'lib, hukumatda ko'p qatam bu Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atadi. Aksaray bayonotçısı Jin Psaki özlerinin Yevropadagi ittifoqdoshlari va sheriklari bilan Rossiyaning Amerika va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga yo'llagan bexatarlik takliflarini muzokara qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz Yevropaning bexatarligini asos qilgan asosiy prinsiplarda hech qanday yo'l qo'ymaymiz. Cuma günü İstanbul'daki Xitoy Bosh konsulxonasi oldida Xitoyning islom dinini xitoylashtirish siyosati va kelima tavhidga qilgan haqoratiga qarshi norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Sharqi Turkiston O'limalar birligi Sharqi Turkiston xalqiga vakolatan Xitoyning atalmish islom dinini xitoylashtirish, kommunizmga moslashtirish qatorliq terror siyosati va kelima tavhid, Qur'on oyatlariga haqorat qilish qilmishiga qarshi turkcha, arabcha ve İngilizce 3 xil tilda norozilik bayonot e'lon qildi. Fransiya Yevropa İttifoqi komitetidan Fransiya baliqchilarining Angliya dengiz tavalligida baliq tutish ijozatnomasi berilmaganligi sababli Angliyaga qarata qonuniy harakat qilinishini talab qiladiganligini bildirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Elisi sarayida fransiyalik baliqchilar bilan ko'rishib, ijozatnomadagi eng yangi ahvolni muzokara qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi rasmiy ziyorati jarayonida prezident Moon Jae-in bilan ko'rishdi hamda taraflar o'rtasidagi hamkorlik masalasini muzokara qildi. Moon Jae-in kelar yili ikki taraflik diplomatik munosabatning 30 yilligini tabriklaydiganligini eskartib, o'zlarining yangi yilda ikki davlat munosabatida yangi sahifa ochadiganligini ta'kidladi. Rossiya ijtimoiy aloqa shirkatlarini talab qilingan cheklangan mazmunlarni o'chirmaganligi uchun davomli jazoladi. Twitter va TikTok'ga berilgan jazodan keyin Facebook'ga jarimani qo'yildi. Egilanishicha, Facebook Rossiyaning uchur texnikasi qonuniga xiloflik qilganligi uchun ayrim 3 deloda 13 million rubl jarimani qo'yilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı 16 dekabr Marakesh doiralarining İdris Hasanni Xitoyga qaytarish qarori chiqarganligi haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, 4 nafar kishilik huquq mutaxassisi Marakesh doiralarini İdris Hasanni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirdi. Ular İdris Hasanning Xitoyga o'tkazib berilsa, qamab qo'yilish, g'oyib bo'lish, xo'rlanish, tan jazosiga uchrash yoki og'ir jazolanish xavfi borligini ta'kidladi.